Men hozir aytayotgan gaplarim hech qanday salonchiga qarata men jang ochganim yo'q va iltimos hurmatli salonchilar mingdan ming uzr so'rayman. Faqatgina ayrimlaring biz sizlarni yonlaringga borganimizda biz ayollar sizlardan bilasizlarmi, xuddiki psixologni yoniga borgandek qanaydir motivatsiya izlab boramiz. Shunday salonchilar borki, ularni yoniga borganingizda go'yoki psixologni yoniga borgandek xursand bo'lib chiqasiz. Dardingizni aytasiz, ozgina gaplashasiz, sirlashasiz, g'iybatlashasiz ham. Ularni yonidan xursand bo'lib chiqib ketasiz. Lekin aksincha ham bor. Shunday salonchilar borki, ularni yoniga borganingizda hayotdan ko'nglingiz qolib, qalbingiz shunchalik og'riydiki, ikkinchi marta salonga bormaydigan bo'lasiz. Masalan, uzoqqa bormaymiz. Men hech qachon salonga bormaganman. Lekin bir kun nima bo'ldi, nima qoldi, shu salonga borib qoshimni terdirgim kelib qoldi. Men hech qachon qosh terdirmaganman. O'sha kuni nimagadir shu voqea bo'ldi. Men salonga kirib qoshimni terdirar ekanman, u ayol boshidan oxirigacha meni hamisha kamchiliklarimni oqtarar edi. Qoshingizni bunday qilish kerak, yuzingizni bunday qilish kerak. Siz juda ham tez qariysiz. Joyi kelsa mana bunday bo'ladi. Yoshingiz o'tgandan keyin mana bu ahvolga tushasiz. Yana 1-2 yildan keyin mana bu ahvolga tushasiz. Meni shunchalik ko'nglimni qoldiryaptiki, shunchalik qalbimni og'rityaptiki, shunchalik dunyoda meni to'ydiryaptiki, men faqatgina yig'lamadim. O'pkamda shunchalik ko'z yoshlar to'lib turibdiki, meni kimdir o'zi bitta bunday qilsa, men yig'lab beraman. Men indamasdan uni gaplarini oxirigacha tinglashga majbur edim. Qo'llariga pulni berdimda indamay chiqib ketdim. Shu bo'ldiki, men salonga bormay ketganman. Hurmatli salonchilar, hammalaring emas, ayrimlaring. Biz sizlarning yonlaringga borganimizda biz go'zal bo'lish uchun boramiz, kamsitilish uchun emas.